Agar bugun sizdan Xorazmshohlar davlati nimaga qulagan yoki Jaloliddin Manguberdi aslida qanaqa inson bo'lgan yoki Amir Temur nimasi bilan buyuk deb so'rashsa aniq javob bera olasizmi? Achinarlisi ko'pchiligimiz o'z tariximizni boshqalarning tarixidan ko'ra ancha kamroq bilamiz. Shuning uchun bugun sizlarga shunaqangi kitoblarni tavsiya qilamanki, ularni o'qigach nafaqat tarixiy bilim olasiz, balki ajdodlaringiz haqida faxrlanishni boshlaysiz va hozir sizga aytadigan kitoblarimning barchasi badiiy uslubda yozilgani uchun siz o'qishga qiynalmaysiz. Agar siz o'zbek xalqini qanaqa buyuk sivilizatsiya vakili ekanini his qilishni istasangiz, quyidagi kitoblarni albatta o'qib chiqing. Birinchi kitob Yonayotgan Buxoro va Alvido Buxoro. Agar sizda bir paytlar dunyoning eng qudratli davlatlaridan biri bo'lgan Xorazmshohlar davlati nimaga qulagan deb so'rashsa javob bera olasizmi? Nega ilm markazlaridan hisoblangan Buxoro va Samarqand vayron qilindi? Nimaga Jaloliddin Manguberdi kabi jasur sarkarda davlatni saqlab qola olmadi? Ko'pchiligimiz bunga faqat bittagina javob bilamiz. Chingizxon juda ham kuchli bo'lgan. Lekin bu kitobni o'qigach, tarix bundan ham murakkab bo'lganini tushunasiz. Ba'zan davlatlarning tanazzuli sababi tashqi dushman emas, balki ichki bo'linishlar, mansab talashish, irqchilik va birlik yo'qligi. Bu asarlar sizni shunchaki tarix bilan emas, balki tarix o'rtadagi saboqlar bilan tanishtiradi. Shu kitobni o'qiganimdan keyin Timur Malik siymosini o'zim uchun qaytadan kashf qilganman. Va hatto bir kuni muhim uchrashuv oldidan o'qib o'tirganimda ayrim sahifalar meni shu qadar ta'sirlantirganki, ko'z yoshlarimni tiya olmaganman. Ikkinchi kitob Amir Temur. Bugun dunyoning ko'plab davlatlarida Amir Temur nomi hurmat bilan tilga olinadi. Lekin biz uni qanchalik yaxshi bilamiz? Ko'pchiligimiz faqat skverdagi Amir Temur haykali borligini bilamiz. Ochig'i, Amir Temur haqida tasavvurimiz ko'pincha filmlar yoki qisqa videolar yoki boshqalarning fikrlari orqali shakllangan. Hozir ham Amir Temur haqida yangi film chiqdi. Ayrim sahnalar go'yoki uni faqat urush va qon to'kish bilan bog'liq va juda ham romantik shaxs sifatida ko'rsatishgan. Ochig'ini aytsam, bu holat meni biroz g'ashimni keltirdi. To'g'ri, yo'ldan ko'ra bor, lekin tarixiy manbalar va ushbu kitobni o'qiganingizda mutlaqo boshqa Temur siymosiga duch kelasiz. U buyuk sarkarda bo'lgan, lekin shu bilan birga ilm ahlini qadrlagan, olimlarni himoya qilgan, bunyodkorlikka juda ham katta e'tibor bergan davlat arbobi bo'lgan. Temur qaysi yurtga bormasa, o'sha joydagi ilm egalarini, ustalar, hunarmandlarga alohida hurmat bilan munosabatda bo'lgan. Bugun biz ziyorat qilayotgan ko'plab tarixiy obidalar uni davri bilan bog'liq. Masalan, ko'pchilik bilmaydi, Turkistondagi mashhur Ahmad Yasaviy maqbarasini barpo etilishi ham aynan Amir Temur tashabbusi bilan bo'lgan. Kitobni o'qib, Amir Temur shunchaki jang maydonlarida emas, balki ilm, me'morchilik va davlat boshqaruvida ham ulkan iz qoldirganini o'rganasiz. Va yana kitobdagi meni hayratga solgan voqealardan biri Amir Temur qabrining ochilishi bilan bo'lgan tarixiy hodisa. Rivoyatlarga ko'ra, uni qabri ustida yozilganki, kim meni qabrimni ochsa, mendan ham dahshatliroq bosqinchini yo'lini ochadi degan mazmunda ogohlantirishi bo'lgan. Va 1941-yilda qabri ochiladi. Oradan ko'p o'tmay, Ikkinchi jahon urushining eng dahshatli sahifalaridan biri Germaniyaning Sovet ittifoqiga hujumi boshlanadi. Albatta bu tarixiy sabablar va ilmiy izohlar bor, lekin bu voqea hanuzgacha ko'plab odamlarni o'ylantiradi. Shu sababli kitob menga Amir Temurni faqat tarixiy darslardagi sarkarda emas, balki juda ham murakkab, kuchli va ko'p qirrali shaxs sifatida qayta tanitdi. Uchinchi kitob Sohilsiz dengiz. Bu kitob buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy hayotlari haqida hikoya qiladi. Bir o'ylab ko'ring, bugun butun musulmon olami Qur'oni Karimdan keyin eng ishonchli manbalardan biri sifatida tan olayotgan Sahihul Buxoriyni muallifi aynan shu yurt farzandi. Bu kitobni o'qigunimcha men ham ko'pchilik kabi Imom Buxoriy haqida faqat umumiy ma'lumotlarni bilardim. Lekin bitta savol meni o'ylantirardi. Ziyoratga borishdan oldin o'ylab yurganman, agar u zot Imom Buxoriy bo'lsalar, nimaga qabrlari Samarqandda deb? Nimaga butun dunyo musulmon olami hurmat bilan tilga olayotgan zot umrlarini oxirini vatandan uzoqda o'tkazganlar? Kitob aynan shu savollarga javob beradi sizga. Imom Buxoriy biz bilgan Sahihul Buxoriy kitobini yozish uchun yillar davomida ilm safarida bo'lganlar. Bir hadisni tekshirish uchun yuzlab chaqirim yo'l bosganlar. Minglab ustozlardan ilm olganlar va har bir rivoyatni ishonchliligini sinchiklab tekshirganlar.
Bugun biz bir kitob topishga erinadigan zamonda ular ilm yo'lida butun umrlarini bag'ishlaganlar. Men eng ta'sirlantirgan jihat shuki, u zot ilm uchun mashaqqat va hatto yolg'izlikka ham boshlaridan o'tkazganlar. Kitob o'qirkansiz, Imom Buxoriy shunchaki buyuk muhandis emas, balki maqsad yo'lida har qanaqa qiyinchilikni sabr qilgan inson bo'lganliklarini tushunib yetasiz. Va o'sha paytda bitta narsani tushunasizki, biz bugun faxr bilan tilga oladigan buyuk insonlar tasodifan buyuk bo'lib qolmagan. Ularning ortida yillar davom etgan mehnat, sabr va ilmga bo'lgan cheksiz muhabbat yotadi. 4-kitob bu Mahmud G'aznaviy. Ochig'i bu kitobni o'qishdan oldin Mahmud G'aznaviy haqida faqat nomini eshitganman. Lekin kitob o'qib, nega uni nomi tarixda shunchalik katta iz qoldirganini tushundim. Mahmud G'aznaviy oddiy hukmdor bo'lmagan, u qisqa vaqt ichida ulkan saltanat barpo qilgan, kuchli siyosiy va harbiy strategiya egasi bo'lgan shaxslardan bittasi. Lekin kitobdagi eng qiziq jihat faqat janglar yoki g'alabalar emas. Mani ko'proq o'sha davrim, saroy hayoti, qarorlar ortidagi sabablar va har bitta inson zimmasidagi ulkan mas'uliyat o'ylantirdi. Ko'pincha tarixiy shaxslarni faqat natijalari orqali baholaymiz, lekin bu kitob sizga Mahmud G'aznaviyni inson sifatida ham ko'rsatadi. U qanaqa qaror qabul qilgan, qanaqa sinovlarga duch kelgan, nega uni davrida musulmon dunyosining eng qudratli davrlaridan bittasi hisoblangan. Shu savollaringizga javob topasiz. 5-kitob Dunyoni tebratgan 7 buyuk. Bu kitobda eng yoqqan jihat shundaki, u tarixdagi buyuk insonlarni shunchaki sanab o'tmaydi, balki ularni qanaq qilib buyuklikka erishganligini ko'rsatadi. Kitob orqali siz Xuroson va musulmon olamidan yetishib chiqqan, tarix sahnasini o'zgartirgan ulkan shaxslar bilan tanishasiz. Masalan, Imom Abu Hamid G'azzoliy asarlari oradan qariyb 1000 yil o'tgan bo'lsa ham hanuz o'qilayotgan buyuk mutafakkir. Psixologiya ilmlarining ko'p qismi ularning asarlaridan olingan. Avrangezib olamgir Hindiston tarixidagi eng qudratli musulmon hukmdorlardan bittasi bo'lib, saltanatda eng katta hududlarga yoyishga muvaffaq bo'lgan shaxs. Undan oldin ham, undan keyin ham bunaqa vaziyatlar Hindiston tarixida bo'lmagan. Kitob o'qirkansiz, bitta narsani tushunasiz. Tarixni o'zgartirgan insonlar boshqa sayyoradan kelmagan. Ular ham o'z zamonasining odamlari bo'lgan. Lekin ularni boshqalardan ajratib turgan narsa ilmga chanqoqligi, qat'iyati va uzoqni ko'ra olishi. Shuning uchun bu kitoblarni o'qib bo'lgach, nafaqat tarixiy bilim olasiz, balki buyuk insonlar qanaqa fikrlagani, qanaqa yashaganini ham tushunib boshlaysiz. Ushbu kitoblardan qaysi birini o'qigansiz yoki birinchi bo'lib qaysi birini o'qishni xohlaysiz? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.